Bugun kref oladi. Bugun krefning oxirgi kuni bo'ladi. Meni yo'q o'zim. Voy, belam, voy, boshim og'rib ketibdi-yu. Voy, bunchalik ham uxlaymanmi? Voy, nimaga boshim og'riyapti? Voy, men voy, miyam aylanib ketdi-yu. Ayo, barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yana men o'sha krep mangina videoga xush kelibsizlar. Qaniylarda reski turdim sanoshlar. Salomlashib yubordim, ko'rdilarmi? Shunday odatlanib ketganman. Yana tilni sepib ketyapti bola. Sizdan so'rayda qalay sarvatda bo'ladi. Tezda videoga like bosib, tezda kanalimga obuna bo'lishni unutmanglar. Tak bo'laman har doimgidek endi pozdagi ishimga chiqishim kerak bilasizlar. Pozdagi ishimiz birinchi o'rinda deyishadi-yu. Tushunmadim. Nima bu? Jitallanib olishyapti. Nima bu? Tushunmadim. Bitta cho'ti bitta jigarrang narsami? Hamma olib borib ko'ramizda. Nima bu? Bu tobutmi? Jitallab. Bu kimniki bu? Saniki bu. Bo'ldi, sen sudga beramiz. Bunaqa narsalarni bera qo'yish mumkin emas. Qanaqa sudga? Men bunaqa va bu meniki emas bu. Unda kimniki ko'radi? Seni uyingning oldida turibdi-yu. Demak, meni uyimning oldida tursa meniki bo'laveradimi? Senikidir balkim. Meniki emas, bunaqa narsani saqlaydigan ahmoqmanmi? Shu ichkarida sikletam bor ekan, tura qolay bola. Bu kim bo'ldi? Bu kim qo'yib ketganagina? Lekin bola bu meniki emas, bilasizlar, men unaqa bola emasman, bilasizlar bola, bilasizlar, to'g'rimi? Meni yaqinda bilasizlar. Mayli bola, bilganinglar uchun ham albatta tezda kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar va videoga like bosib, tezda bola kanalchalarimga obuna bo'lib tashlaylar. Yangi kanallar ochib yurtyapman bola. Tezda o'sha kanallarimga tezda obuna bo'lib qo'ysanglar, men juda ham xursand bo'lardim. Tekin mana bilan nima yashab ekanmiz? Qanaqa ish bo'la? Men o'zim teryapman u. Qanaqa ish bo'la? Cho'ti bo'la nima deyapman bor. Bilmadim bola, boya miyam aylangandan keyin bilmadim, gaplarimni ham chalkashib ketyapmanmi? Miyam aylandi bo'la. Bilasizmi? Tongda turdim. Nustada ham shunaqa bo'la. Menda masalan shunaqa. Tongda o'tiraman, miyam aylanib ketadi. Mayli bo'la. Endi har odam har xil turli, to'g'rimi? Har odam har turli, immuniteti har turli bo'la. Mayli, endi mana bu yerga ekib qo'yamiz, mana bularni ham tak sabzidan ekamiz. Har doim sabzidan men juda ham ko'p hosil olyapman. Ya'ni juda ham ko'p pul ham olyapman shu hosilimga qarasha. Lekin bola bugun juda ham kam chiqdi. 24 ta, 23 ta, 16 ta, 13 ta bo'ldi. Ya'ni urg'i 13 ta. To'g'risini aytsam bugun juda ham kam chiqdi bola. Odatda mana bu 24 ta emas bola 30 ta chiqardi. Bugun lekin 24 ta chiqdi. Mayli bola, sizlar dalcha tez reaksiyalar bormi? Kanalga tezda obuna bo'linglar. Davay bola, davay. Men bundan juda ham xursand bo'lardim va men bola bunaqa zo'r kontentlarni chiqarishni davom etaman. Buni ishni esa sizlar bola albatta kanalga obuna bo'lishlar kerak. Mayli, kim o'tirib oldim. Hisob hozir kimga o'ra qilyapti? Alo, eshitaman. Alo, kref tez oldimga aka. Nimaga? Kelaver. Xo'p, lekin bola mana bu kimniki ekan? Lekin meniki emas bola, vafshi. Lekin buni olib tashlash kerak. Hozir bola mer yoniga borib kelib, birinchi o'shandan olib tashlayman. Bilmadim, lekin bola kim qo'ygan bo'lsa ham basharasini yuvaraman bola. Ketmomni o'zim bilan olib nima qilib yuribman? Voy, Minecraft botdi bola. Uyga tashlab ketishim kerak edi. Mayli bola. Assalomu alaykum mer. Va alaykum assalom kref. Yaxshimisan? Yaxshi. Hostlarning qayerda? Uyda. Juda ham yaxshi. Xullas kerak, menga daraxt kerak. 20 ta oq daraxtni chop olib kelib ber. 20 ta oq daraxt, o'zi oq daraxtni kam qolgan bo'lsa, chop olib kelaver, menga juda ham kerak. Bo'pti, chop olib kelaman. O'zi aytadi. Tabiiyki bizga o'zi aytadi. Eshityapman. Uzoqroqqa borsam eshitmaysan. Bola xullas kerak, merni o'zi aytadi. Merga aytib beraman, merni nima olyapsan? Voy, bashariylarga sizlarni ovoz bo'la. Uyimga borib aytaman. Uyimga borib aytgani ham merga aytamiz. Bola o'zidan kechdi hammalikka bola sakrab bordim. Endi hech kim eshitmaydi. Xullas bola merni o'zi shunaqa nima desam ekan bola? Nima demoqchi edim o'zi? O'zi merni o'zi aytgan deb bola bizga. O'zi sariq, qanaqa sariq oq daraxtda kam qo'ygan. Hech kim chopmaylar degan. Endi o'zi chopmoqchi. Eshitdik. Sizlar eshitaverasizlarmi? Borlar aytinglar merga. Unaqa bo'lsa bo'la qaranglar, unchalik ham ko'p oq daraxtlar qolmagan. Lekin bola mana bu tarafda ko'p, mana bu tarafda umuman qolmagan bola. Shunaqa gaplar xullas. Endi esa oq daraxt bilasa bola oq rang o'zi chiroyni ochadi deyshadi, lekin menga unchalik ham oq rang yoqmaydi bola. Menga ko'pincha bola qanaqa rang yoqadi aytaymi? Menga ko'pincha bola yashil rang yoqadi, ili qora yoqadi. Qora bilan qizil bo'la. Sizlar aytinglarmi, voy palagat bo'la bu, voy men buni nima chopyapman? Bunaqa daraxtni men ham ketdi ko'rdim. Bola xullas
Sizlarga qaysi rang yoqadi? Albatta tezda kommentariyga yozib qo'yinglar. Menga 3 ta rang yoqadi. Qora, qizil va yashil. Sizlarga qaysi rang yoqadi? Albatta tezda kommentariyga yozib qoldirsanglar, men juda ham xursand bo'lardim. Deganisa mana buni ham chopamiz. Tak oppana, no 14 ta bo'ldi, 15 ta mana bu bilan mamcha, tak 17 ta bo'ldi. Endi 3 ta chopsam yetadi buni. Mana buni ham chopib qo'yamiz va 20 ta yetdi bo'ladi. Lekin mana buni nimaga chopdim endi bu men bilan nima qilaman bilasizlarmi? Ya bilmayman bola nima qilaman. Men uyga qo'yib qo'yaver, balkim bir kun kerak bo'lib qolar. Kunlardan bir kuni kerak bo'lib qolar. Endi bu bilmadim bolaga. Kerak bo'ladimi, kerak bo'lmaydimi, no farqi yo'q. Men olib keldim. O'zsan tezkor bo'lasan-da. Bilasiz, mana bu solib qo'yaveraymi? Solib qo'yaver. Nimaga ochmayapti bu? Bilmadim, narga solib qo'y. Bu ham ochmayapti. Bug ekan bola. Bu qanaqa bug bo'ldi bilmadim. Bu nimaga bu yerga qo'yilyapti bu? Minecraft. To'raytasiz. Bo'ldi. Mana soldim. Mana bu qora daraxtdan solib bordim. Solib qo'yaver, kerak bo'lib qoladi. Xo'p, mayli, mer chotga bo'ldi. Ish bitdi. Endi nima qilaman bilasan? Boyaga tovuqni olib tashlash kerak. Bilmadim, bola kimniki bu? Ichkarida skeletdan bor. Skelet mana bu jitlardan bittasi emasmi? Bu kimniki bo'ldi? Meniki. Nima deshab ketding? Просто olgim kelmayapti. Ol, o'z kallangni olmasa. Oldi. Ol. Malades. O'zim shagirdim. Prosta olsam bo'ldi. Xo'p, buni nima qilamasizlar? Tur yo'qolinglar sizlar. Nimaga bitta turib oldinglar? Qanaqa sakrab bordim men. Nimaga turib berib turib oldinglar? Tur yo'qolinglar. Borsa, seni ham o'ldiraman. Tur yo'qol. Mayli, anani o'ldirmaysiz bu. Bular nima shunchalik nima kurtoymizlar hozir bola hozir kurtoylar qanaqa ko'rsaman bularga o'zi kiyib olib hozir bola hozir men bularga ko'rsaman bu yoqqa ana unisi qani bilmadim ana hozir masanga psiyo bola bu yoqqa endi san bu yoqqa san nima san shunchalik nima kurtoymisan voy amayli bola nechun baribir qishloqda qayta tilib kelaverishadi sababi Minecraftda respawn degan narsa bor bilasizlar baribir tilib kelaverishadi bola u yoq o'ldirgan bilan o'lib qolmaydi degansa mana bu solib qo'yin va mana buni endi olib tashlash kerak qani olib tashlaymiz endi buni qatga bor qo'yaman nima bu bola stop mana bu qo'yib turay buni tak opana все bola lekin bu nima bo'ldi bu qanaqadir olmos sandiqmi buni cherida nima bu what the bola xolos millionermiz prosta uxlatamiz bo'ldi prosta ol hammasini ol prosta uxlatamiz bo'ldi bu plan hammasi bizaniki shuncha bo'lib qaranglar bu nechta stak chiqadi bu вообще bitta yetmay qoldi toz bo'lib plan hammasini endi uyimga joylab chiqay bola bularni joylash endi problema yo'q kelish shkafimga solib qo'yaymi shkafimga baribir sig'maydi bola hammani siqqancha solib qo'yaman qolganlarini esa nima qilaman yo'q borayim yo'q qanaqa yo'q bor pulni ham yo'qadimi odam dollarda qaranglar bola shuncha pula bola hozir solib qo'yaman bana va все endi 4 stak dollar qoldi 4 tasini mana endi solib boraman bola вообще ko'p pul boya bola rubini ham ko'rdim rubini вообще qimmat turadi bilasizmi bir donasi bola buni 1 stak dollar turadi вообще qimmat bola hozir buni ham solib qo'yaman mana bu buni qimmat narsa bu o'g'irlab ketsa yomon bo'ladi davay bola qatga solamiz qayerga mana bu solib qo'yib buni ham все bola endi qolgan ichkarisa boshqa nima narsalar bor ekan ko'ramiz hozir bola taqqani yana bu yerda kitob bor ekan bu nima bu voy bola quloq tur quloqmi bu stop bola hozir voy maket ekan shunga ham qo'rqib o'tirman turya qolay bu nima bo'ldi bilmadim savodmi bola bir bola mana bu esa qat buni esa qani o'qiylikchi agar qo'rqitib yuborgan bo'lsam uzr yo'q qo'rqmadim bola qo'rqma xrif yo'q qo'rqmayman mayli o'xshamadi hazil tak bu sovg'alarning hammasi sen uchun bilaman men uchun degan savol mani uyimni oldida turibdi muallif manyak shunda stop shularni hammasini hozir mayli tashib ketdi demoqchimisizlar menga what the bola manyakni ham bitta o'sha nimasi kelib qopti-da bola keldi mana uni ham bo'lamiz mana bu yerda nima bu mashina ham bola mashina bola va o'zimni ham o'sha telefoncham traktor bor stop Minecraft qo'yapti what the fuck qizil traktor sen uchun emas yo'q o'xshamadi qizil traktorda seni olib ketdim vay shu cho'tga chiqdi
O'tiramiz endi bunga. Oynatda eshikni ochib yubordim. Qo'lim katta-da mana bolalar. Uy, buni yurishni, hali yurgizib ko'rmadim, lekin bo'lib vobshe zo'r ekan qaranglar. Degan desa, o'y sekin. Endi sekin orqaga yuramiz, lekin bolalar buni yurishiga vobshe gap yo'q. Bu nima qilaman endi mana? Nima qilaman bilasizmi? Bola qishloqda fermer bo'lsammikin. O'zim fermerman, lekin bola fermer deganimda unaqa fermer emas, ya'ni birovlarni yerni haydab beraman. Menimcha yaxshi idea bo'ladi. Mana bu nima bo'ldi? Mashina bo'limcha bu qanaqa mashina bo'ldi? Keldi bo'la shuni olib qo'y. Agarda ochitela ko'rishadigan bo'lsa, yomon qilishadi. Takka hech kim ko'rmayapti, macha. Voy, sindirib bordimi? Tak oppa bola, все. Men hech nima qilmadim bola. Qaranglar, Ford degan bu Fordda. Amancha Fordda bola, Ford ekan. Qani bitta haydab ko'rilichi umrimda, lekin men bola Fordni ikkinchi marta haydashim oldin amakimnikini haydagan. Agarda uni ham bola u haqida qilamizda video bor. Bitta videomda haydaganman. Ya'ni amakim menga shkafni olib kelib bergan paytda haydaganman. Agar kimdir ko'rgan bo'lsa, o'shani kommentariyaga o'tib bola plus qoldiringlar. Agar kim ko'rgan bo'lsa, agar ko'rgan bo'lsanglar, men o'zim tanib olaman. Lekin bola vafshi dahshat mashina qaranglar. Men armon qilardim shunaqa mashinam bo'lishini, lekin BMW barram zo'r, lekin nima BMW ketadigan yo'q bilasizlar. Lekin Ford ham normal mashina bo'la, kuchli mashinalardan bittasi. Mana orqasiga narsa so'p qo'ysa bo'ladi, juda qulay bo'ladi. Mana narsa oppa qilib minib olasizlar. Uy bola qaranglar, stop. Minib olay. Oppa. Bola kimga qani yo'qlar o'zincha normal bo'ldi bola. Shu yerda turog'osin mana bu qizil traktorni ham traktor aytil va shu yo'l bordim bola. Mana buni esa mana bu mashinamni yoniga qo'yib qo'yib, juda ham yaxshi bo'ldi, juda ham yaxshi. Mana buni lekin bola parkovga olib borib qo'yish kerak edi ikkalasini ham. Mana keyin olib borib qo'yarman. Hozir shu yonida turaqozni hozircha. Lekin mer ko'rmaydi umiddaman. Agar mer ko'radigan bo'lsa, yomon qiladi meni. Shuning uchun avz bo'lib cho'da erinyapman, to'g'risini aytsam. Mana buni ham yo'q qilish kerak bo'la. Buni nima qilaman endi? Mana qatga tiqaman, buni qatga tiqaman shuncha narsani. Buni kattaligiga qaraylar. Stop bo'la, hozir bitta o'ylab topish kerak. Bo'ldi, davay. Mana bir cho'tkiyda bor, просто men ishma qilmadim, bo'ldi bo'la. Qoch telefonimizda bor mani, bo'la, bosh ham ketdi. Mana ham hisob qo'yaverayman. Bu menga kerak emas, endi bo'la shuncha narsam bor. Nima kerak bo'lishi mumkin bilmadim. Bo'ldi bo'la. Endi uyga kirib o'tiraman. Mana buni ham olib borib qo'ydi. Mayli, keyinroq qo'yaman buni. Jitalaga qolgan narsalar sovg'a, bular qolgan menga kerak emas. Shuncha narsam bor. Bo'ldi, shu yerda o'tirib endi ozgina sizlar uchun video ochishni boshlayman.